Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Arab alifbosi va fonetikasi turkumidan biz ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Al-lug'atul arabiyyatu. Ad-darsus sani. Arab tili ikkinchi dars. Alif va B harflari hamda hamza belgisi deb nomlanadi. Demak, quyidagi uch reja asosida gaplashamiz. Birinchisi alif harfi yozilishi va qo'llanishiga bag'ishlanadi. Ikkinchisi hamza belgisi va uning qo'llanishiga bag'ishlanadi. Va uchinchi rejamiz B harfiga bag'ishlanadi. Demak, alifun harfi so'z oxiridagi un qo'shimchasi o'zakka aloqasi yo'q. Grammatik qoidalarni yaxshi tushunish uchun boshlang'ich bosqichda uni talaffuz qilish tavsiya etiladi. Alif harfi cho'ziq e va qisqa e unlisini ifodalaydi. Alif ikki ko'rinishli harf. Abjad hisobi 1. Abjad hisobi nima? Abjad hisobi demak somiy tillar alifbolariga xos hisoblanadi. Qadimiy an'analarga ega yozuvlar raqam bilan ham ifodalanadi va u qadimiy ildizlarga ega bo'lganligi sababli arab yozuvi tartib raqamlariga har doim ham abjad hisobi tartib raqami mos kelavermaydi. Abjad hisobi birdan minggacha, biroq 1, 2, 3, 4, 5, 10gacha, 10, 20, 30, 40, 50, 100gacha, 100, 200, 300, 400, 500, minggacha, ya'ni shu tarzda olingan va 28 ta harfning har bittasi o'zining abjad hisobiga ega. Demak, alifning abjad hisobi 1. Siz suratda demak alifning qanday yozilishini ko'rib turibsiz. Ya'ni tayoqcha shaklida tepadan pastga qarab yoziladi. Ikki ko'rinishli harf. Ya'ni ikki ko'rinishli harf deganimizda o'zidan oldingi harf qo'shib yozilsa, qo'shib yoziladi. O'zidan keyingi harfga hech qachon qo'shib yozilmaydi. Shu sababli uning alohida va so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiri ko'rinishlari bir xil. Ya'ni ikki ko'rinishga ega. Alohida va so'z boshi bir xil, so'z o'rtasi va so'z oxiri bir xil ko'rinishga ega. Bu yerda siz alifning ikkita ko'rinishini ko'rib turibsiz. Yuqorida va chap tomonda alohida ko'rinishi ifodalangan, ya'ni o'zidan keyingi harfga va o'zidan oldingi harfga qo'shib yozilmagandagi holati va o'zidan oldingi harfga qo'shib, o'zidan keyingi harfga qo'shilmagan holati. Bu so'z o'rtasi va so'z oxiri. U pastdagi o'ng va o'rtada ifodalangan. Pastki qatordagi o'ng tomon va o'rtadagi shaklda ifodalangan. Hamza. Hamza nima? Demak, hamza arab alifbosida bo'g'iz topishini ifodalovchi harfning ustiga qo'yiladigan diakritik belgi. Ya'ni arab tilida bu tarzda talaffuz etiladi. Demak, hamza ikki xil turi bor. Bu qat'iy hamza va vaslali hamza. Hamza mustaqil o'zak undosh sifatida ham qabul qilingan. Hamzaga tirkak sifatida alif, ya va vav harflari yoziladi. Lekin bugungi darsimiz alifga bag'ishlangan bo'lganligi uchun biz demak alifning hamzaga tirkak qilib yozilgandagi holatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda arab tili nuqtai nazaridan demak hamza bu undosh tovush va alifga tirkak sifatida yoziladi va so'z boshida shuningdek i va uni ifodalashda ham alifdan foydalanish mumkin. So'z o'rtasi va so'z oxirida esa alif har doim ani ifodalaydi. Demak, alohida va so'z boshi shaklini ko'rib turibsiz. Bir xil so'z o'rtasi va so'z oxiridagi ko'rinishini ko'rib turibsiz. Ular ham bir xil. Shuning uchun ikki ko'rinishli harf deb ataymiz. Bu yerda alif harfi ishtirok etgan arnabun so'zi yozilgan. Ya'ni arnabun, arnab, arnabun, quyon. Demak, alif to'liq satr usti harf. Pastdagi ikki qatorda satrdan to'liq tepaga yozilganligini ko'rib turibsiz.
Yozilish texnikasi tepadan pastga qarab alohida va so'z boshi shaklida, so'z o'rtasi va so'z oxirida esa o'zidan oldin harf kelinayotgani va ulanganligi sababli, demak, chapdan o'ngga qarab yoziladi. Keyingi harfimiz B. B harfi arab alifbosining ikkinchi harfi B tovushini ifodalaydi. Abjad hisobi 2. B alifdan farqli tarzda 4 ko'rinishli harf. Ya'ni uning alohida so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiri ko'rinishlari mavjud. Demak, B harfi ko'rib turibsiz. Demak, harakatlar bilan o'qilishi bu yerda fatha harakati bilan B, kasra harakati bilan B, domma harakati bilan bu tarzda o'qiladi. Battixun so'zi bu yerda keltirilgan. Battixun ya'ni tarvuz degan ma'noni beradi. Alohida so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiri shaklini ko'rib turibsiz. Alif kabi B ham asosiy qismi satrdan tepada yoziladi. Faqat nuqtasi satrdan pastda qo'yiladi. Demak, siz quyidagi ikki qatorda buni ko'rib turibsiz. O'ngdan chapga qarab yoziladi. O'ngdan chapga qarab yoziladi. Demak, bu yerda B harfi ishtirok etgan so'zlar. Alif va B harfi ishtirok etgan so'zlar. Birinchi so'zimiz ab yoki to'liq tarzda o'qiganimizda abun. Ya'ni bu yerda alif va B ishtirok etgan. Alif o'zidan keyingi so'zga ulanmaganligi va o'zakka aloqador bo'lmaganligi sababli bu yerda B harfining alohida shakli olingan. Abun. Bu ota degan ma'noni beradi. Ikkinchi so'zimiz BB. Bunda ham alif va B ishtirok etgan. Bu yerda B so'z boshi shakli va unga alif ulab yozilgan. Alif o'zidan keyingi harfga ulanmaganligi sababli B'ni yana so'z boshi shaklini yozganmiz va yana alif yozilgan. BB bu dada, ya'ni murojaat qilingandagi dada so'zini bildiradi. Ya'ni biz otamizga dada deb murojaat qilganimizda dada shaklida murojaat qilamiz. Uchinchi qatorda B harfini ulab yozilishi. So'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiri. Demak, bu yerda uchta shakl ishlatilgan, alohida shakl ishlatilmagan. Demak, bu yerda suhbat keltirilgan. Ahmad. Hada axi. Bu mening akam. Huwa mudarrisun. Bu o'qituvchi. O'rtog'i Badr aytyapti. Ahlan va sahlan. Xush kelibsiz. Ahmad. Hada sadiqi. Ya'ni akasiga tanishtiryapti. Bu mening do'stim. Al-axu aka. Ahlan va sahlan. Xush kelibsan. Ahmad. Ma'as-salama. Ma'as-salamati. To'liq o'qiydigan bo'lsak, demak, Badr. Ma'as-salama. Ma'as-salamati. Demak, bu salomat bo'l. Qisqa suhbat shundan iborat. Bu yerda suhbatdagi so'zlarning ma'nosi shunga qo'shimcha tarzda marhaban, ya'ni salom so'zi ham berilgan. Demak, bu so'zlarni yod olish tavsiya etiladi. Mavzuni mustahkamlash uchun savollar quyidagi. Birinchisi, alif harfi necha ko'rinishli harf? Ikkinchisi, B harfi necha ko'rinishli harf? Uchinchisi, alif qaysi tovushlarni ifodalaydi? To'rtinchisi, B harfi qaysi tovushlarni bildiradi? 5. Suhbatdagi so'zlarni yod oling. Demak, siz mavzuni mustahkamlash uchun quyidagi adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. Adabiyotlar ro'yxati ekranda taqdim etilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, hurmatli talabalar.